Assalomu alaykum hammaga. Bizni kuzatib turayotgan obunachilar. Bugungi men sizlarga eng muhim narsani o'rgatib qo'yishim kerak. Ya'ni Excelda yoki Wordda ishlayotganimizda eng ko'p, ya'ni hamma shu muammoga duchor bo'ladi. Ya'ni sheet birdaniga o'chib qolishi yoki kompyuter birdaniga o'zini o'zi tashlab yuborishi, shunday yozib turgan dokumentlarimiz ham, qilgan mehnatimiz ham o'chib ketadi. Buni hammamiz bilishimiz kerak hamda mana shu joyini, funksiyani biz yoqib qo'yishimiz kerak. Ya'ni buning uchun nima qilamiz? Buning uchun masalan nimada ishlayapmiz? Masalan, Excelda ishlayotgan bo'lsak, Excelga kirib olamiz. Excelga kirib olganimizdan keyin faylga kirib olamiz. Fayldan parametrga kirib olamiz. Ya'ni Wordda ham, Excelda ham, PowerPoint ishlayotgan bo'lsangiz ham hammasi mana shu parametr joyiga kirib olamiz. Hamda u yerda avtosaqlanение degan joyi bor. Avtosaqlaneniyaga kirishimiz uchun saqlanение bandini tanlaymizda. Bu yerda mana avtosaqlanение joyiga 10 turgan bo'ladi. Ya'ni bu degani har 10 minutda bir ma'lumot saqlanadi, ya'ni avtomatik. Shuni biz bir qilib qo'yishimiz kerak. Hamda bu saqlanib qilingan faylimiz qayerga turadi? Ya'ni bu yerda mana saqlanение degan joyida, ya'ni manzili turibdi. Ya'ni mana shu manzilda biz har 1 minutda avtomat o'zi kompyuter saqlab boradi. Saqlangan xabarlarni, saqlangan fayllarni, ya'ni mana shu IP manzilidan topishimiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga a'zo bo'lishingizni so'rayman. Yana shunga o'xshagan kimda muammo bo'layotgan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirishingizni so'rayman. Bu orqali, ya'ni sizda bo'layotgan muammolarni albatta qo'ldan kelguncha yechishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi videolarimizda, ya'ni Excelda sirli funksiyalaridan birini, ya'ni ko'p, ya'ni hammada uchraydigan xatolarni birma-bir tuzatishni o'rganamiz. Xayr, salomat bo'ling.